Bugun juda muhim savolni aniq qilib tushuntirib beraman. Eski pasport endi amal qilmaydimi? Pensionerlar hoziroq nima qilish kerak? Pensiya to'xtab qolishi mumkinmi? Bankdan pul yechishda, poliklinikada, notariusda yoki chegaradan o'tishda muammo chiqadimi? Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki değerli har birimizning uyimizda ota-ona, bubu bobo, pensioner qarindoshlar bor. Birgina pasport muddati o'tib ketgan uchun odam pensiya pulini ololmay qolishi, bank kartasini yangilay olmasligi, meros hujjatini rasmiylashtirib olmasligi yoki davolanish uchun yo'llanma olishda qiynalishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday amaliy ma'lumotlarni men oddiy tilda hayotiy misollar bilan tushuntirib boraman. Avval qanday edi? Ilgari odamlarning qo'lida oddiy eski namunadagi pasportlar, keyin esa biometrik pasportlar bo'lgan. Ko'pchilik pasportni bir marta olgan, yillar davomida ishlatgan. Faqat 25 yoshda yoki 25 yoshda fotosurat bilan bog'liq masalalar. Muddat almashtirish kabi tartiblarni eslab yurgan. Pensionerlar orasida esa mening pasportim bor-ku, nega yana almashtirishim kerak? Pensiyam chiqyapti-ku. Demak hammasi bank shu paytgacha bergan. Endi ham beradi degan fikr juda keng tarqalgan. Hozir esa tizim o'zgardi. Davlat xizmatlari, banklar, pensiya jamg'armasi, tibbiyot muassasalari, notariuslar va boshqa idoralar shaxsni tasdiqlashda hujjatning haqiqiyligiga, amal qilish muddatiga, bazadagi ma'lumotlar bilan mosligiga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Eng muhimi, O'zbekistonda ichki shaxsni tasdiqlovchi asosiy hujjat sifatida ID karta tizimi joriy qilingan. Ya'ni yangi tartibda fuqarolar ko'p hollarda eski pasport o'rniga ID karta oladi. Xorijga chiqish uchun esa alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Bu yerda eng katta xato shuki, odamlar eski pasport deganda hammasini bir xil deb o'ylaydi. Aslida eski pasport deganda kamida 3 xil holat bo'lishi mumkin. Birinchisi, umuman eski namunadagi allaqachon muomaladan chiqqan pasport. Ikkinchisi, biometrik pasport, lekin muddati o'tgan. Uchinchisi, biometrik pasport muddati hali tugamagan, lekin odam ID kartaga o'tish kerakmi yoki yo'qmi deb ikkilanib yuribdi. Mana shu farqlarni tushunmasak, noto'g'ri qaror qabul qilamiz. Men birinchi navbatda bitta qoidani aytaman. Hujjatning nomidan ko'ra uning amal qilish muddati va ba'zidagi holati muhim. Agar sizning pasportingiz muddati o'tgan bo'lsa, u amalda sizga to'liq xizmat qilmaydi. Ayrim joylarda mayli tanib turibmiz deb qabul qilishlari mumkin. Lekin rasmiy jarayonda muammo chiqishi ehtimoli juda yuqori. Masalan, bank operatori sizni har oy ko'rib yurgan bo'lishi mumkin. Lekin tizim hujjat muddatini ko'rsa, operatsiyani o'tkazmay qo'yishi mumkin. Notarius sizni mahalladan tanishi mumkin, lekin muddati o'tgan hujjat bilan meros ishi ochmaydi yoki ishonchnoma bermaydi. Endi pensionerlar haqida alohida gaplashamiz. Pensionerlar eng ko'p xavotir qiladigan savol: pasportim eski bo'lsa pensiyam to'xtaydimi? Odatda pensiya faqat pasport shakli o'zgargani uchun avtomatik to'xtab qolmaydi. Lekin amaliy hayotda muammo boshqa joydan chiqadi. Masalan, bank kartangiz muddati tugadi, yangi karta olmoqchisiz. Bank sizdan amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat so'raydi. Agar pasport muddati o'tgan bo'lsa, karta bermasligi yoki hisobdagi ma'lumotlarni yangilamasligi mumkin. Natijada pensiya pulingiz hisobga tushsa ham undan foydalanishda qiynalasiz. Yana bir misol, 68 yoshli otaxon har oy pensiyasini bankomatdan yechib keladi. Kartasi ishlayapti, muammo yo'qdek. Lekin bir kuni karta bloklanib qoladi yoki pin kod noto'g'ri kiritilgani uchun bankka borish kerak bo'ladi. Bankda operator hujjat so'raydi. Pasportning muddati 2 yil oldin tugagan. Operator avval hujjatingizni yangilang deydi. Otaxon uchun bu kutilmagan muammoga aylanadi. U o'sha kuni pulni ololmaydi. Doriga pul kerak, uyda kommunal to'lovlar turibdi. Demak, hujjatni muammo chiqqandan keyin emas, oldindan tekshirish kerak. Kimlar darhol e'tibor berish kerak? Birinchi guruh, pasportining amal qilish muddati tugagan pensionerlar. Pasportingizda berilgan sana va amal qilish muddati ko'rsatilgan. Agar sana o'tib ketgan bo'lsa, bu hujjat bilan yirik rasmiy ishlarni qilish xavfli. Ikkinchi guruh, pasporti juda eski, rasm hozirgi ko'rinishiga mos kelmaydigan, ma'lumotlari eskirgan odamlar. Masalan, familiya o'zgargan, tug'ilgan joy yozuvida farq bor. Eski yashash manzili turibdi, lekin ba'zida boshqa manzil ko'rinadi. Uchinchi guruh, bank, notarius, sud, kadastr, meros, ijtimoiy nafaqa, davolanish, sanatoriy,
xorijga chiqish kabi ishlarni yaqin oylar ichida qilmoqchi bo'lganlar. Kimlar shoshilmasligi mumkin? Agar sizda amaldagi biometrik pasport bo'lsa, muddati tugamagan bo'lsa, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa va siz hozircha hech qanday rasmiy yirik ish qilmayotgan bo'lsangiz, odatda vahimaga tushish shart emas. Lekin baribir men shuni maslahat beraman. Pasport muddatini tekshirib qo'ying. Muddat tugashiga 6 oy yoki 3 oy qolgan bo'lsa, oldindan ID karta olishni rejalashtiring. Chunki hamma odam oxirgi kunda yugursa, navbat hujjat yetishmasligi, tizimdagi texnik muammolar odamni qiynaydi. ID karta nima uchun kerak? ID karta bu ishga foydalanish uchun shaxsni tasdiqlovchi zamonaviy hujjat. Unda fuqaroning asosiy ma'lumotlari elektron tizimlar bilan bog'lanadi. Masalan, davlat xizmatlari markazida, bankda, pensiya bo'limida, tibbiyot tizimida shaxsni aniqlash osonroq bo'ladi. ID karta olganingiz eski biometrik pasportingizni xorijga chiqish uchun ishlatishingiz mumkin degani emas. Ichki ID karta bilan chet elga chiqib bo'lmaydi. Chet elga chiqish uchun alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Keling, hayotiy vaziyatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat, 72 yoshli onaxonning biometrik pasporti muddati tugagan. Lekin pensiyasi plastik kartaga tushib turibdi. U menga pasport kerak emas deb yuradi. Keyin nevarasiga uyini hadya qilmoqchi bo'ladi. Notariusga boradi. Notarius hujjatni tekshiradi va muddat o'tganini ko'radi. Ish to'xtaydi. Endi onaxon avval ID karta olishi, ma'lumotlarni yangilashi, keyin notariusga qaytishi kerak bo'ladi. Bu kamida bir necha kun, ba'zan ko'proq vaqt oladi. Ikkinchi vaziyat. 13 yoshli pensioner erkak davolanish uchun viloyatdan Toshkentga borishi kerak. Klinika shaxsni tasdiqlovchi amaldagi hujjat so'raydi. Eski pasportda familiya bir xil. Lekin tug'ilgan sana yoki ism yozilishida bazadagi ma'lumot bilan kichik farq chiqadi. Masalan, Yo'ldoshev bir joyda apostrof bilan, bir joyda boshqacha kiritilgan. Bunday mayda ko'ringan farq ham tizimda to'lov. Yo'llanma yoki elektron ro'yxatdan o'tishda muammo keltirib chiqaradi. Shuning uchun yangi ID karta olish vaqtida ma'lumotlar to'g'ri kiritilganini diqqat bilan tekshirish kerak. Uchinchi vaziyat. Pensioner chet eldagi farzandligiga bormoqchi. U pasportim bor deydi. Lekin qo'lida ichki eski pasport yoki ID karta bo'lsa, bu yetarli emas. Xorijga chiqish uchun xorijga chiqish biometrik pasporti kerak. Bundan tashqari, ko'plab davlatlarda pasportning amal qilish muddati safar tugaganidan keyin kamida 3 oy yoki 6 oy bo'lishi talab qilinadi. Masalan, siz avgustda borib sentabrda qaytmoqchisiz. Pasport muddati esa oktyabrda tugaydi. Ayrim aviakompaniya yoki chegara xizmati bunday holatda sizni reysga qo'ymasligi mumkin. Demak, faqat pasport muddati hali tugamagan deb emas, safar talablari bo'yicha ham tekshirish kerak. 4-vaziyat. Pensioner pensiyasini pochta orqali yoki uyiga olib kelish tartibida oladi. U bankka bormayman, menga farqi yo'q deb o'ylaydi. Lekin ijtimoiy to'lovlar, kompensatsiyalar, moddiy yordam, sanatoriy yo'llanmasi, subsidiya yoki boshqa hujjatlarda baribir amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Ba'zan mahalla yoki ijtimoiy xodim hujjat nusxasini so'raydi. Agar hujjat muddati o'tgan bo'lsa, ariza ko'rib chiqilishi cho'zilib ketadi. Endi eng muhim nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchisi, pensioner bo'lgan odam hujjat almashtirishdan ozod degan qoida yo'q. Yosh katta bo'lgani uchun hujjatning haqiqiyligi avtomatik abadiy bo'lib qolmaydi. Ayrim hollarda 60 yoshdan oshgan fuqarolar uchun ID kartaning amal qilish muddati bo'yicha yengilliklar bo'lishi mumkin. Ya'ni ular uchun uzoq muddatli yoki muddatsiz tartib nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Lekin bu eski muddati o'tgan pasportni abadiy ishlatish mumkin degani emas. Siz baribir amaldagi hujjatga ega bo'lishingiz kerak. Ikkinchi nozik joy. Mening pasportimni hech kim bekor qilgani yo'q degan gap. Hujjatning bekor bo'lishi va amal qilish muddati tugashi ikki xil narsa. Pasportingiz yo'qolmagan, yirtilmagan. Sizdan olib qo'yilmagan bo'lishi mumkin. Lekin muddati tugagan bo'lsa, u rasmiy operatsiyalar uchun yaroqsiz hisoblanadi. Bu xuddi bank kartasiga o'xshaydi. Karta qo'lingizda turadi, raqamlari ko'rinib turadi. Lekin muddati tugasa, u bilan to'lov qila olmaysiz. Uchinchi nozik joy, pasportdagi yashash joyi va hozirgi ro'yxat ma'lumotlari. Ayrim pensionerlar bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan, farzandining uyida yashayapti. Lekin hujjatlar eski manzilda qolgan. Pensiya tayinlash va to'lashda, tibbiy xizmatda, mahalla orqali yordam olishda, kadastr yoki notarial ishlarda manzil muhim bo'lishi mumkin.
ID karta olayotganda yoki hujjat yangilayotganda ro'yxat ma'lumotlari bazada qanday turishini tekshirtirish kerak. 4-nozik joy, ishonchnoma orqali ish bitirish. Ko'p pensionerlar yurishi qiyin bo'lgani uchun farzandiga "Sen borib pasportingni almashtirib kel" deydi. Ammo shaxsni tasdiqlovchi hujjat berish jarayonida odatda fuqaroning shaxsan ishtiroki, biometrik ma'lumotlar, suratga tushish kabi talablar bo'ladi. Ya'ni farzand hamma ishni to'liq siz qilib bera olmaydi. Lekin farzand sizga navbat olishda, hujjatlarni yig'ishda, ariza to'ldirishda, to'lov qilishda, olib borib keltirishda yordam berishi mumkin. Agar odam yotib qolgan, harakatlana olmaydigan bo'lsa, mahalliy ichki ishlar, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limidan yoki davlat xizmatlari markazidan imkoniyatlarni so'rab aniqlashtirish kerak. Ayrim holatlarda joyga chiqib xizmat ko'rsatish yoki alohida tartib masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. 5-nozik joy, familiya, ism, otasining ismi yozilishdagi xatolar. Eski hujjatda bir xil. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomada boshqa xil. Nikoh guvohnomasida yana boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Pensionerlar orasida bu juda ko'p uchraydi. Masalan, eski hujjatda Abdullayeva, yangi tizimda Abdullayeva. Yoki o'qdan bir joyda apostrof bilan, boshqa joyda apostrofsiz. Bunday farqlar keyinchalik meros, pensiya, bank, kadastr, sud ishlarida muammoga sabab bo'ladi. Hujjat yangilash vaqtida operator yozayotgan ma'lumotlarni shoshilmasdan tekshiring. Mayli, baribir tushunarli-ku demang. Hujjatda bitta harf ham ahamiyatli. 6-nozik joy. Eski pasport bilan tuzilgan shartnomalar. Masalan, pensionerning bank hisobi eski pasport seriya raqamiga ochilgan, uy-joy hujjatlarida eski pasport ko'rsatilgan, telefon raqami ro'yxatdan o'tkazilgan, kommunal hisoblarda eski hujjat ma'lumotlari turibdi. ID karta olgandan keyin barcha joyga yugurib borish shart emas, lekin muhim joylarda ma'lumotlarni yangilab qo'yish foydali. Ayniqsa bankda, pensiya bilan bog'liq hisoblarda, notarial ishlar oldidan. Kadastr hujjatlarida muammo chiqmasligi uchun yangi hujjat nusxasini taqdim etish kerak bo'lishi mumkin. 7-nozik joy. Qarindoshlar ko'pincha pensionerning hujjatini o'zlari tekshirmaydi. Ota-onamiz hammasi joyida deydi. Biz ishonamiz. Lekin pasportni ochib ko'rsak, muddati allaqachon o'tgan bo'ladi. Shuning uchun men farzandlarga alohida aytaman. Bugun uyga borganda ota-onangizning, bu bobongizning pasportini muloyimlik bilan tekshirib bering. Bu nazorat qilish emas, bu g'amxo'rlik. Hujjat muddati o'tib ketganini muammo chiqqanda bilish juda qimmatga tushadi. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Pasport yoki ID kartani qo'lga oling va amal qilish muddatini tekshiring. Pasportda berilgan sana va amal qilish muddati bo'ladi. Agar muddat tugagan bo'lsa, cho'zmasdan almashtirishga kirishing. Agar 36 oy qolgan bo'lsa, ayniqsa pensioner bo'lsangiz, oldindan reja qiling. Ikkinchi qadam. Qaysi hujjat kerakligini aniqlang. Agar sizga ichki hujjat kerak bo'lsa, bank, pensiya, notarius, tibbiyot. Davlat xizmatlari uchun ID karta olish masalasini ko'ring. Agar chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz, alohida xorijga chiqish biometrik pasportini rasmiylashtirish kerak. Ko'pchilik aynan shu yerda adashadi. ID karta borligi chet elga chiqishga yetmaydi. 3-qadam. Qayerga murojaat qilishni biling. Odatda ID karta pasport masalalari bo'yicha yashash joyingizdagi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qilasiz. Hududingizda qaysi xizmat qayerda ko'rsatilishini oldindan telefon orqali yoki rasmiy manbalar orqali aniqlab oling. Bu ayniqsa qishloq joylarda yashaydigan pensionerlar uchun muhim. Chunki bir kunda 2-3 marta qatnash qiyin bo'ladi. 4-qadam hujjatlarni tayyorlang. Odatda eski pasport yoki mavjud shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Ayrim holatlarda tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, to'lov kvitansiyasi kerak bo'lishi mumkin. Agar hujjatda xatolik bo'lsa yoki ma'lumotlar mos kelmasa, qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi ehtimoli bor. Shuning uchun faqat pasportni olib boraman, bo'ldi deb o'ylamang. Ayniqsa ayollarda familiya nikohdan keyin o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi juda kerak bo'lib qolishi mumkin. 5-qadam. Ariza berish vaqtida ma'lumotlarni tekshiring. Operator sizning ism familiyangizni, tug'ilgan sanangizni, tug'ilgan joyingizni, JSHR raqamingizni, yashash manzilingizni kiritadi yoki tekshiradi. Shu paytda jim turmang. Ekrandagi
yoki qog'ozdagi ma'lumotni ko'rishni so'rang. Har bir harfni tekshiring. Keyin xato chiqsa, uni tuzatish ko'proq vaqt oladi. 6-qadam. To'lov va muddatni oldindan biling. Hujjat rasmiylashtirish uchun davlat boji yoki xizmat haqi bo'lishi mumkin. Miqdorlar vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Shuning uchun aniq summani murojaat qilayotgan joyingizdan yoki rasmiy manbadan tekshiring. Pensionerlar uchun imtiyoz bormi yo'qmi? Nogironligi bor shaxslar uchun yengillik bormi? Buni ham so'rang. Hech qachon ko'chadagi tezlashtirib beraman degan odamga pul bermang. Faqat rasmiy kassaga, rasmiy to'lov tizimiga to'lang. 7-qadam. Yangi ID karta yoki pasportni olgandan keyin uni darhol tekshiring. Ism, familiya, tug'ilgan sana, hujjat raqami, amal qilish muddati to'g'rimi qarang. Agar xato topsangiz, uyga olib ketib, bir oy o'tgandan keyin emas, darhol ayting. Bu sizning kelajakdagi muammolaringizni oldini oladi. 8-qadam. Bank va pensiya bilan bog'liq ma'lumotlarni yangilang. Agar pensiya bank kartasiga tushsa, bankka borib yangi hujjat ma'lumotlarini kiritib qo'yish foydali. Agar pensiyani pochta orqali olsangiz ham, mahalla yoki pensiya bo'limi bilan bog'liq arizalarda yangi hujjat nusxasini saqlab qo'ying. Agar yaqin orada meros, uy, joy, hadya, vasiyat, ishonchnoma, kredit, subsidiya, davolanish yo'llanmasi kabi ishlar bo'lsa, yangi hujjat bilan murojaat qiling. 9-qadam. Hujjatlarning nusxasini tartibli saqlang. Pensionerlar ko'pincha hujjatlarni turli papkalarga solib qo'yadi. Keyin kerak bo'lganda topolmaydi. Alohida papka qiling. IDXTA nusxasi, eski pasport nusxasi, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, pensiya guvohnomasi, bank rekvizitlari, uy-joy hujjatlari. Farzandlaringiz ham bu papka qayerda turishini bilsin, lekin hujjatlar begona qo'lga tushmasin. 10-qadam. Agar pensioner yura olmasa, oldindan maslahat oling. Mahalla raisi, ijtimoiy xodim, tuman migratsiya bo'limi yoki davlat xizmatlari markazidan bunday vaziyatda qanday tartib borligini so'rang. Tibbiy ma'lumotnoma kerak bo'ladimi? Ishonchli vakil qanday yordam bera oladi? Joyga borib xizmat ko'rsatish imkoni bormi? Bularni aniq bilib oling. Eng yomoni, yura olmaydigan odamni tayyorgarliksiz idora olib yurish. Yana bir juda muhim maslahat, hujjatni almashtirishdan qo'rqmang. Ko'p pensionerlar pasportimni bersam, pensiyam yo'qolib qolmaydimi? Eski hujjatimni olib qo'ysa, uyimga zarar bo'lmaydimi? deb xavotirlanadi. Yo'q, hujjat almashtirish sizning pensiya huquqingizni, mulk huquqingizni, meros huquqingizni bekor qilmaydi. Aksincha, yangi va amaldagi hujjat sizni himoya qiladi. Chunki rasmiy tizimlarda sizning shaxsingiz aniq tasdiqlanadi. Agar sizning pasportingiz yo'qolgan bo'lsa, vaziyatni yashirmang. Darhol tegishli organlarga murojaat qiling. Yo'qolgan hujjat bilan firibgarlar foydalanishi mumkin. Ayniqsa keksalar hujjatini begona odamga berib qo'yishi, nusxasini har kimga yuborishi xavfli. Bank kartasi, pasport, SMS kodlar, telefon raqami keladigan tasdiqlash kodlari begona odamga berilmasligi kerak. Pensiyangizni oshirib beramiz, yordam puli chiqaramiz, pasportingizni yangilab beramiz deb qo'ng'iroq qilgan notanishlarga ishonmang. Rasmiy idora hech qachon sizdan telefon orqali bank kartangiz parolini yoki SMS kodini so'ramaydi. Demak, asosiy xulosa shunday: eski pasport masalasida vahima qilish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Agar pasport muddati o'tgan bo'lsa, uni amaldagi hujjatga almashtirish kerak. Agar pensionerning hujjati eski bo'lsa, pensiya darhol to'xtaydi deb qo'rqmang. Lekin bank, notarius, tibbiyot, davlat xizmatlari va boshqa rasmiy ishlarda muammo chiqmasligi uchun hujjatni oldindan tartibga keltiring. ID karta 2 hujjat, xorijga chiqish uchun esa alohida xorijga chiqish pasporti kerakligini unutmang. Bugunoq ota-onangizning, bu bobongizning hujjatini tekshirib bering. Muddati o'tmaganmi, ism, familiya to'g'rimi, manzil va ma'lumotlarda xato yo'qmi? Agar muammo bo'lsa, yashash joydagi migratsiya bo'limi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Kerakli hujjatlarni tayyorlang, bank va pensiya ma'lumotlarini yangilang. Sizning pasportingiz yoki ota-onangizning hujjati bo'yicha qanday vaziyat bor? Muddati tugaganmi? ID karta olganmisiz? Bank yoki pensiya olishda muammo bo'lganmi? Izohlarni yozib qoldiring. Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner qarindoshlaringiz bor yaqinlaringizga yuboring. Oqartirib aytaman. Bitta vaqtida tekshirilgan hujjat ertangi katta muammoni oldini oladi.